Mashina masli. Polni navrot qilingan Malibu salon sizga 15 mingga berib yuboraman. Xuddi shu mashinani $1000 arzon beryapti. Kim ekan u? Bilmayman, bozor bo'risiman deyapti. Bo'risi? Bo'ri bozorda bitta-yu. Manman-ku bo'ri. Qani yuringchi bu yoqqa. Mashina masli. Shumi izolyatsiya. Farali Amerikanki. Senga 14 mingga berib yubordim. Narratdiring. Shogird? Ustoz, uzr, sizni tanimayman. Tanimadim. Ustozni tanimadingmi? Bozori bo'risiman deb hammaga. Hammaga dumalagan mashinalar sotib, hamma menga kelyapti, yetyapti. Dumalagan mashina sotar ekansiz deb. Bunaqa emas-da. Ustoz tirikchilikda. Aka, mashinaning gazi bormi? Bor, yuring. Shogirdingiz ekan, mashinasini aybini aytsangiz, $100 berardim. Endi shogirdim zo'r mashina sotadi. Toza mashina sotadi. Men qarang, $200 beraman. 14 mingga kuyib qolmang, haqiqat ayting. $200. Samlaydi. Mashina dumalagan mashina. 14 mingga kuyib qolmang tag'am. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Qopmaydi. Ustoz, mashina olmaydimi? Yoqmadi. Men sizni bilaman. Shogirdingiz meni to'rzinati. Necha pulni olib qoldingiz? 200 berdi. 100 sizniki, bo'lmasa 100 meniki ekanda. Shogirdim san-u, 50 berarman senga.